Diksiyonun devamı, hürmetli vatandaş. Endiki mavzumundaq. Amerika, Tayvan, yuqori darajalik amaldorlari Washington shahriga yaqin bir yerda maxfiy yig'in ochdi. Avam palata Amerika Jungo raqobatlashish komiteti raisi Tayvanni maxfiy ziyorat qildi. Mutaxassislar Amerika Tayvanni qo'llashga Jungo Kompartiyasining yuragi para bo'lib ketishiga maqarimidi. Amerika Tayvanni qo'llashda Jungo Kompartiyasining yuragi para bo'lib ketishiga maqarimidi. Mavzuli xabar 2-23 kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington Amerika Tayvan bexatarligi yuqori darajalik amaldorlari Washingtonga yaqin bir yerda maxfiy yig'in ochgan paytlarda Amerika Davlat Majlisi Avam palatasida qurilgan Amerika Jungo Kompartiyasi Strategik Raqobat Komitetining raisi Mike Gallagher bir necha kun burun Tayvanni maxfiy ziyorat qilganligini oshkorladi. Amerika Tayvan yuqori darajalik rahbarlarining bir qator shovqinsiz bordi keldi munosabatlari tashqi dunyoning diqqatini qo'zg'adi. Mutaxassislar mundaq tahlil qildi. Bu dal Washingtonning Jungoga yo'llagan signali. Amerika Tayvanni mana shunda qo'llaydi deb ko'rsatdi. Hem shundaqla Amerika Jungo o'rtasidagi bordi keldi munosabatlarning Jungoning yuragi para bo'lib ketishiga qaramadi. Yuqori darajalik rahbarlar diplomatiya bexatarlik masalasini muhokama qildi. Tayvan tashqi ishlar ministri Wu Zhaoshi hamda Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mahkamasi muavin davlat ishlar kotibi Wendy Sherman qatorliq Amerika Tayvan yuqori darajalik amaldorlari haftaning 2 kuni, ya'ni 2 ayning 21 kuni Washington shahri atrofida Virginia shtati Arlington rayonida Amerikaning Tayvan jamiyati ishxonasida 7 soat maxfiy suhbat o'tkazdi. 7 soat maxfiy suhbat o'tkazdi. Diplomatiya ishlaridan xabardor bir nafar amaldor mundaq ko'rsatdi. 22 kuni, 2 ayning 22 kuni Amerika va Tayvan yuqori darajalik amaldorlari diplomatiya bexatarlik masalalarini muhokama qilish, jumladan Tayvan bo'g'ozi vaziyatini Rossiya va Ukrainaga tajovuz qilib kirgan va bir yil to'lgan kunlarda Amerika bilan Jungoning jiddiylashgan munosabatlari, Washington bilan Taybey yuqori qatlam davlat mudofaa amaldorlari ham Tayvanning xuddi Rossiya Yevropa davlatlariga tahdid solgandek va Tayvanning Yevropa davlatlari bilan uchrashishlari muhokama qilindi. 7 soatlik maxfiy suhbatda muhokama qilindi. Muhokama tuvandagi mavzular asosida olib berildi. Diqqat vatandosh. Yuqori darajaliklar suhbati Prezident Joe Biden hukumatining Tayvanni qo'llaydiganligini isbotlab berdi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi Amerika davlat sarxillari chambiriga ko'z qarashlarga ta'sir ko'rsatganligi, davlat majlisi a'zolarining Tayvanni ziyorat qiladiganligi, Jungo bilan umumyuzlik raqobatlashganda hamda diqqatga Amerikaning Jungoning yuragining para bo'lib ketishiga qaramaydiganligi. Endi keldi paytimiz degan gap mana shu vatandosh. Qarang, Amerikaning
Cungo'nun Amerika kılgalık Cungo bilen umumizlik rekabetlashganda Amerika hamda Amerikaning Cungo'nun yürükining para bulup ketişi qaramaydiganligi. Tayvan garbiy qurol yarog' yo'llash, kechikib qilishdan ansirash. Avam Palata başlığı Kevin McCarthy'nin Tayvan'ı ziyaret kılışıga tayyorlik qilish qatorliq masala bu qatimqi Amerika Tayvan Arlington maxfiy suhbatida muhokama qilindi. Mavzular qanday vatandaşlar? Muhokama qilingan mavzularga diqqat qildingizmi? Endi demak biz boshdan nim deb keldik. Amerika Jungo o'rtasidagi barliq munosabatlarning jarayoni tarixiy yo'sinda echib tashlanadi degan edik. Hozir endi Tayvan Amerika maxfiy suhbatida bu boshlandi, bu qadam tashlandi degan gap vatandosh.